agar siz O'zbekistonda yashasangiz, ayniqsa ortin yoshda oshgan bo'lsangiz, pensiya, ish staji, mol-mulk, meros, kredit, aliment, soliq yoki kommunal qarzdorlik bilan bog'liq masalalaringiz bo'lsa, bu ma'lumot sizga bevosita tegishli. Men bugun qo'rqitish uchun emas, tushuntirish uchun gapiryapman, lekin ochig'ini aytaman. Bu o'zgarishlarni bilmagan odam ertaga juda oddiy hujjat sababli pulidan, vaqtida olinadigan nafaqasidan yoki qonuniy huquqidan kechikib qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday mavzularni oddiy tilda, hujjat tildan odam tili darajasiga tushirib tushuntirib beraman. Bugungi mavzu butun yoshdan 65 yoshgacha va undan katta fuqarolar uchun ayniqsa muhim. Yangi tartibda davlat organlari siz olib kelgan bitta qog'ozga qarab emas, elektron bazalardagi ma'lumotlar asosida qaror qabul qiladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p masalalarda odamning o'zi yugurardi. Pensiya tayinlash kerak bo'lsa, mehnat daftarchasi, arx ma'lumotnomasi, ish joyidan tasdiq, oylik haqidagi spravka, familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, harbiy xizmat bo'lsa, harbiy bilet, bolalar parvarishi bo'yicha davrlar bo'lsa, tegishli hujjatlar yig'ilardi. Bir idoradan ikkinchi idoraga borilardi. Qaysidir korxona yopilib ketgan bo'lsa, odam arxi izlab sarson bo'lardi. Kimdir bilmagani uchun bir necha yil stajini isbotlay olmasdi. Kimdir esa eski hujjatdagi bitta harf xatosi sababli pensiya hisob-kitobida muammoga duch kelardi. Endi nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, davlat idoralari tobora ko'proq ma'lumotni elektron tizimlar orqali tekshiradi. Bu nimani anglatadi? Sizning pasport ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, rasmiy ish joyingiz, soliq to'lovlaringiz, pensiya jamg'armasiga to'langan badallar, ko'chmas mulkingiz, avtomobilingiz, sud qarorlari, ijro hujjatlari, bankdagi ayrim majburiyatlaringiz, aliment yoki boshqa qarzdorliklar bo'yicha ma'lumotlar o'zaro solishtirilishi mumkin. Men buni oddiy qilib aytaman. Ilgari ayrim xatolar ko'rinmay qolgan bo'lishi mumkin edi. Endi esa bazalar bir-biriga ulanib borgani sari nomuvofiqlik tezroq chiqadi. Masalan, odam o'zini ishlamagan deb o'ylaydi. Lekin bir eski korxona uni tizimdan vaqtida chiqarmagan bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, odam 15 yil ishlagan, lekin korxona soliq va pensiya badallarini to'liq ko'rsatmagan bo'lishi mumkin. Natijada siz pensiyaga chiqmoqchi bo'lganingizda tizimda staj kam ko'rinadi. Ana shu joyda muammo boshlanadi. Bu o'zgarish dartin yoshdan oshganlar uchun nega muhim? Chunki dartin yoshdan keyin odam pensiya yoshiga yaqinlashadi. Mol-mulk masalalari ko'payadi, bolalar ulg'ayadi, meros, uy-joy, kredit, davolanish, ijtimoiy nafaqa kabi masalalar ko'proq ahamiyat kasb etadi. 65 yoshdan oshganlar uchun esa bu tartib pensiya qayta hisoblanishi, nafaqa, kompensatsiya, qarzdorlik ushlovlari, bank kartasiga tushadigan mablag'lar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Men birinchi navbatda shuni tushuntiraman. Hammaga vahima qilish kerak emas. Agar sizning hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, rasmiy ish stajingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, soliq, kredit, aliment yoki sud qarzdorligingiz bo'lmasa, mulkingiz sizning nomingizda qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lsa, yangi tartib sizga zarar emas. Aksincha foyda berishi mumkin. Chunki ko'p jarayonlar tezlashadi. Siz kamroq eshik qoqasiz, kamroq ma'lumotnoma olib yurasiz. Lekin kimlar jiddiy e'tibor berish kerak? Birinchi toifa. Ish staji eski qog'oz hujjatlar bilan bog'liq bo'lganlar. Masalan, siz 1904 yildan 2002 yilgacha bir zavodda ishlagansiz, zavod keyin yopilgan. Mehnat daftarchangizda yozuv bor, lekin muhr xira, rahbar imzosi noaniq. Korxonaning nomi keyinchalik o'zgargan. Siz bugun bunga ahamiyat bermasligingiz mumkin, lekin pensiya hisoblashda aynan shu kezil hal qiluvchi rol o'ynaydi. Agar shu davr tasdiqlanmasa, sizning pensiyangiz har oy 300 ming, 500 ming yoki undan ham ko'proq kam chiqishi mumkin. Bir oy emas, har oy. 5 yilga hisoblasak, bu millionlab so'm degani. Ikkinchi toifa rasmiy ishlagan, lekin ish beruvchi to'lovlarni to'liq qilmaganlar. Hayotiy misol olaylik. Dilshod aka 12 yil qurilish firmasida ishlagan. Qo'liga oylik olgan, har kuni ishga borgan, brigadir bo'lgan. Lekin firma uni faqat 3 yil rasmiy ko'rsatgan. Qolgan yillarda shartnoma qilmagan yoki minimal oylik bilan rasmiylashtirgan. Dilshod aka o'zini 25 yil stajim bor deb o'ylaydi. Tizim esa 16 yilni ko'rsatadi. Pensiya yoshiga kelganda u hayron bo'ladi. Men axir ishladim-ku, deydi. Ha, ishlagan, lekin huquqiy jihatdan isbot kerak.
Shuning uchun men doim aytaman, og'zaki ishlash, konvertda oylik olish, shartnomasiz mehnat qilish bugun qulay ko'rinsa ham ertaga pensiyada juda qimmatga tushadi. Uchinchi toifa, familiya, ism, tug'ilgan sana yoki pasport ma'lumotlarida farq borlar. Masalan, bir hujjatda Mavluda, boshqasida Mavluda yozilgan yoki eski mehnat daftarchasida otasining ismi bir harf bilan boshqacha. Kimdir nikohdan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin eski ish joyidagi hujjatlarda avvalgi familiya qolgan. Elektron tizim buni bir odam deb darhol tanimasligi mumkin. Bitta harf oddiy ko'rinadi, lekin huquqiy hujjatda bitta harf ham katta masala. 4-toifa qarzdorligi borlar. Bu yerda faqat bank krediti haqida gap ketmayapti. Aliment sud qarori, jarima soliq qarzi, ijro hujjati, kommunal xizmatlar bo'yicha uzoq muddatli qarzdorlik ham bo'lishi mumkin. Yangi tartibda davlat xizmatlari, ayrim to'lovlar yoki mol-mulk bilan bog'liq amaliyotlarda qarzdorliklar tezroq ko'rinadi. Masalan, odam uyini sotmoqchi bo'ladi, lekin ijro hujjati bo'yicha taqiq borligi chiqadi. Yoki bank kartasiga pensiya tushadi, lekin sud qarori asosida ma'lum qism ushlab qo'linadi. Odam buni pensiyamni kamaytirishdi deb tushunadi. Aslida esa eski qarzdorlik avtomatik ijroga tushgan bo'lishi mumkin. 5-toifa, meros va uy-joy masalasini kechiktirib yurganlar. Ko'p oilalarda uy ota-onaning nomida turadi. Ota yoki ona vafot etganiga begil. 10 yil bo'lgan, lekin meros rasmiylashtirilmagan. Bolalar uyda yashab yuraveradi. Hech kim notariusga bormaydi. Keyin bir kun uyni sotish, garovga qo'yish, ta'mirlash uchun kredit olish yoki kadastrni yangilash kerak bo'ladi. Shunda ma'lum bo'ladiki, mulk egasi hujjatda hali marhum inson nomida turibdi. Merosxo'rlar ko'p, ba'zilari chet elda, ba'zilari ro'za emas, ba'zilarining hujjati yo'q. Natijada oddiy ish bir necha oyga, ba'zan yillarga cho'ziladi. 6-toifa, ijtimoiy nafaqa olayotgan yoki olishni rejalashtirayotganlar. Agar oila kam ta'minlangan deb ariza bersa, tizim oilaning daromadi, mol-mulki, avtomobili, rasmiy ish joyi, pensiyasi va boshqa ma'lumotlarni tekshirishi mumkin. Bu yerda odamlar ko'p xato qiladi. Masalan, mashina ukasining nomida emas, o'zining nomida turibdi, lekin aslida ukasi haydaydi. Yoki uy bir necha qarindosh nomida, lekin hujjatda bitta odamga yozilgan. Tizim esa hujjatga qaraydi. Shuning uchun bu mashina meniki emas, faqat nomimda degan gap maishiy hayotda tushunarli, lekin huquqiy bog'da u baribir sizning nomingizdagi mulk hisoblanadi. Endi aniq raqamli misol beraman. Farhod aka 58 yoshda. U 20 yil rasmiy ishlagan, 7 yil esa bozorda savdo qilgan, lekin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatda o'tmagan. U o'zini 27 yil mehnat qildim deb hisoblaydi. Hayotiy tomondan to'g'ri, lekin pensiya hisobida faqat tasdiqlangan davrlar ahamiyatli bo'ladi. Agar 7 yil uchun soliq yoki ijtimoiy to'lovlar bo'lmasa, bu davr stajga kirmasligi mumkin. Natijada pensiya miqdori kutilgandan past chiqadi. Bu yerda aybni oxirgi kuni idoraga borib qidirish emas, hozirdan hujjatlarni tekshirish kerak. Yana bir misol. Saodat opa 63 yoshda eri vafot etgan, uy erining nomida. U 12 yildan beri shu uyda yashaydi. Bolalari Rossiyada, Qozog'istonda, Toshkentda. Hamma og'zaki uy onamniki deydi. Lekin hujjatda meros ochilmagan. Saodat opa bir kun subsidiyaga yoki uy bilan bog'liq davlat xizmatiga murojaat qilsa, muammo chiqadi. Chunki mehr oqibat alohida, hujjat alohida. Davlat organi qarindoshlarining og'zaki kelishuviga emas, kadastr, notarial hujjat, meros guvohnomasi va ro'yxatdagi ma'lumotga qaraydi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'taman. Birinchi nozik masala, elektron bazada xato bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar tizimda shunday chiqibdi. Demak, tamom deb o'ylaydi. Yo'q, tamom emas. Agar tizimda xato bo'lsa, siz uni tuzatish huquqiga egasiz. Masalan, ish stajingiz ko'rinmasa, arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi, sud orqali tasdiqlash, ish haqi vedomoslari, buyruqlar nusxasi, kasaba uyushmasi yoki korxona hujjatlari orqali isbotlash imkoniyati bo'lishi mumkin. Muhimi, vaqtida harakat qilish. Ikkinchi nozik masala, hujjatning nusxasi har doim yetarli bo'lmaydi. Ko'pchilik telefonda rasmga olib qo'yadi. Menda bor deydi. Lekin ayrim holatlarda asl nusxa, notarial tasdiqlangan nusxa yoki arxivdan rasmiy ma'lumotnoma talab qilinadi. Masalan, eski ish joyingizning oddiy suratga olingan buyrug'i foydali dalil bo'lishi mumkin, lekin yakuniy qarorda rasmiy tasdiq so'raladi. Shuning uchun muhim hujjatlarni uyda bir papkaga joylab alohida saqlash kerak. 3-nozik masala, qarzdorlikni bilmaslik qarzdorlikni bekor qilmaydi. Menga hech kim aytmadi, xat kelmadi.
men eshitmadim degan gaplar ayrim holatda kechikishni tushuntirishi mumkin, lekin majburiyatni o'z-o'zidan yo'q qilmaydi. Ayniqsa sud qarori yoki ijro hujjati chiqqan bo'lsa, u elektron tizimda ko'rinib qoladi. Shuning uchun men har bir odamga kamida yilda bir marta o'z nomida qarzdorlik, taqiq, jarima bor yo'qligini tekshirtirishni maslahat beraman. 4-nozik masala nomimda turibdi, lekin meniki emas degan holat. Bu juda keng tarqalgan. Avtomobil, uy, yer, do'kon, hatto telefon raqami ham boshqaning foydalanishida bo'lishi mumkin, lekin hujjatda sizning nomingizda, tizim sizning ichki kelishuvingizni bilmaydi. Agar mashina sizning nomingizda bo'lsa, soliq, jarima, mulkiy baholashda u sizga bog'lanadi. Agar uy sizning nomingizda bo'lsa, ijtimoiy nafaqa olishda oilaning mulki sifatida ko'rishi mumkin. Shuning uchun ishonch asosida nomga olib berishning oqibatini tushunish kerak. 5-nozik masala, pensiya yoshiga yetmasdan turib tekshirish eng to'g'ri yo'l. Ko'pchilik 60 yoshga yoki 55 yoshga yetganda yugurishni boshlaydi. Aslida galtim yoshdan keyin har 2-3 yilda bir marta mehnat staji va rasmiy daromadlar bo'yicha ma'lumotlarni tekshirtirib borish kerak. Nega? Chunki xato qancha eski bo'lsa, uni topish shuncha qiyin bo'ladi. Korxona yopiladi. Arxiv ko'chadi, rahbarlar almashadi, hujjatlar yo'qoladi. Bugun tuzatish mumkin bo'lgan masala 10 yildan keyin sudsiz hal bo'lmasligi mumkin. 6-nozik masala chet elda ishlagan davrlar. Ko'plab yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Janubiy Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davrlar pensiya yoki ijtimoiy huquqlarga ta'sir qilishi masalasi davlatlar o'rtasidagi bitimlar, to'lovlar, rasmiy ish shartnomasi va hujjatlarga bog'liq. Agar odam chet elda 10 yil ishlagan bo'lsa, lekin hech qanday rasmiy shartnoma, soliq to'lovi yoki tasdiq hujjati bo'lmasa, keyin uni O'zbekistonda pensiya stajiga kiritish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun chet elda ishlayotgan farzandlaringizga ham ayting. Shartnoma, ish haqi ma'lumoti, sug'urta, soliq hujjatlari saqlansin. 7-nozik masala ishonchnoma bilan ish yuritish. Keksalar ko'pincha farzandiga ishonchnoma beradi. Bu qulay, lekin juda ehtiyot bo'lish kerak. Ishonchnomada nima yozilganini o'qimasdan imzo qo'ymang. Faqat pensiya olishga ishonchnoma berayapsizmi? Yoki mol-mulkni sotish huquqini ham berayapsizmi? Bank amaliyotlariga ruxsat bormi? Kadastr, notarius, kredit, garov bo'yicha vakolat bormi? Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Odam faqat hujjat topshiradi deb o'ylagan, lekin ishonchnomada sotish huquqi ham bo'lgan. Keyin nizo chiqadi. Shuning uchun har bir band tushunib imzo qo'yish kerak. 8-nozik masala, og'zaki kelishuv hujjat o'rnini bosmaydi. Aka-uka, opa-singil qarindoshlar orasida bu yer seniki, bu uy meniki, onam shunday degan kabi gaplar bo'ladi. Lekin davlat idorasiga borganingizda faqat hujjat ishlaydi. Meros bo'yicha kelishuv bo'lsa, notarius orqali rasmiylashtiring. Uy oldi sottisi bo'lsa, albatta qonuniy shartnoma qiling. Qarzni bergan bo'lsangiz. Tilxat yoki shartnoma tuzing. Uyalmaylik deb hujjat qilmagan odamlar keyin sudma-sud yuradi. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lsa ajrim hujjati, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli guvohnoma, harbiy bilet, mehnat daftarchasi, diplom, nogironlik hujjati, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari. Bularning barchasida ism, familiya, otasining ismi va tug'ilgan sana bir xil yozilganiga qarang. Bir harf farq qilsa ham e'tiborsiz qoldirmang. Ikkinchi qadam, mehnat stajingizni oldindan tekshiring. Buning uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki may.gov.uz orqali tegishli xizmatlarga murojaat qilishingiz mumkin. Sizdan mehnat daftarchasi, ish joylari ro'yxati, eski korxonalar nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz so'ralishi mumkin. Agar tizimda ayrim davrlar ko'rinmasa, darhol arxivga so'rov bering. Arxiv so'rovida aniq yozing, qaysi korxonada, qaysi yillarda, qaysi lavozimda ishlagansiz, eski familiyangiz bo'lganmi, korxona qaysi tumanda joylashgan. 3-qadam, soliq va rasmiy daromadlar bo'yicha holatingizni tekshiring. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan siz bilan tuzilgan mehnat shartnomasi, buyruq va rasmiy oylik to'g'risida ma'lumot so'rang. Oyligingizning hammasi rasmiy ko'rsatilyaptimi yoki faqat minimal qismi? Agar sizga qolganini qo'lda beramiz deyishsa, bilingki, bu bugun qo'lingizga ko'proq puldek ko'rinishi mumkin. Lekin pensiya, kredit tarixi, ijtimoiy kafolatlar,
va kasallik varaqasi bo'yicha zarar keltiradi. 4-qadam mol mulkingizni tartibga keltiring. Nomingizda qanday uy, yer, avtomobil, noturar joy borligini tekshiring. Kadastr hujjatlari to'g'rimi? Uy kimning nomida? Meros ochilganmi? Agar ota-onangiz vafot etgan bo'lsa va mulk holi ularning nomida turgan bo'lsa, notariusga boring. Merosxo'rlar ro'yxatini aniqlang. Hamma rozi bo'lsa, kelishuvni rasmiylashtiring. Rozi bo'lmasa, vaqtni cho'zmay huquqiy maslahat oling. 5-qadam, qarzdorliklaringizni tekshiring. Bank kreditlari, mikroqarzlar, aliment, sud qarorlari, jarimalar, soliq qarzi, kommunal qarzlar bo'yicha holatingizni aniqlang. Agar qarz bo'lsa, uni yashirish emas, reja qilish kerak. Bank bilan restrukturizatsiya bo'lib to'lash. Ijro organi bilan qonuniy tartibda muloqot qilish mumkin. Eng yomon yo'l bu xatlarni olmaslik, telefonni ko'tarmaslik va o'zi o'tib ketadi deb yurish. O'tib ketmaydi, aksincha foiz, penya, taqiq va ushlovlar ko'payishi mumkin. 6-qadam, muhim hujjatlaringizning alohida papkasini tuzing. Men har bir oilada pensiya va mulk papkasi bo'lishi kerak deb hisoblayman. Uning ichida pasport nusxalari, mehnat daftarchasi nusxasi, diplom, harbiy bilet, nikoh va tug'ilganlik guvohnomalari, kadastr, oldi-sotdi shartnomalari, meros hujjatlari, bank shartnomalari, sud qarorlari, arxiv ma'lumotnomalari bo'lsin. Asl nusxalarni alohida saqlang. Telefonga rasmga olib qo'yish ham foydali, lekin faqat rasm bilan cheklanib qolmang. 7-qadam, ariza yozishni o'rganing. Ko'p odam muammosini og'zaki aytadi, lekin yozma ariza bermaydi. Og'zaki gapning izi qolmaydi. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni, ism familiyangizni, yashash manzilingizni, telefon raqamingizni, muammo mazmunini va talabingizni aniq yozing. Masalan, 1930-yil 1 martdan 2006-yil 3-iyungacha falon korxonada ishlagan davrimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman. Oxirida sana va imzo qo'ying. Arizani topshirsangiz, kirim raqamini oling yoki elektron yuborsangiz, tasdiq raqamini saqlang. 8-qadam, shubhali maslahatga ishonmang. Tanish orqali qilib beraman, staj qo'shib beramiz. Qarzni o'chirib tashlaymiz. Pensiyani oshirib beramiz degan gaplardan ehtiyot bo'ling. Qonuniy hujjatsiz qilingan ish ertaga sizning o'zingizga muammo bo'lib qaytadi. Agar biror masala murakkab bo'lsa, advokat, notarius, pensiya jamg'armasi mutaxassisi, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli idoraning rasmiy maslahati orqali harakat qiling. 9-qadam, farzandlaringiz bilan bu masalani ochiq gaplashing. Ko'p keksalar bolalarni bezovta qilmay deb hujjatlarni yashirib yuradi. Keyin biror holat bo'lganda farzandlar qaysi hujjat qayerda ekanini bilmaydi. Uy kimning nomida, kredit bormi, vasiyatnoma bormi, meros masalasi qanday? Pensiya kartasi qayerda, muhim shartnomalar qayerda saqlanadi? Bularni oilada ishonchli odam bilishi kerak. Bu yomon niyat emas, bu tartib. 10-qadam, agar xato topsangiz, kechiktirmang. Ismda xato bo'lsa, FHDYO yoki tegishli idoraga murojaat qiling. Stajda xato bo'lsa, arxivga so'rov bering. Mulkda xato bo'lsa, kadastr yoki notariusga boring. Qarzdorlik bo'yicha e'tiroz bo'lsa, qarorni so'rang, asosini o'rganing. Muddatlarni o'tkazmang. Har bir masalada keyingi hafta boraman deb yurish oxir-oqibat katta zarar keltiradi. Men bugun sizga shuni aytmoqchiman. Yangi tartibning eng katta ma'nosi shuki, hujjatlar va elektron ma'lumotlar davri kuchaymoqda. Bu halol, tartibli, hujjatini joyga qo'ygan odam uchun yengillik. Lekin eski xatolar, og'zaki kelishuvlar, rasmiylashtirilmagan ish staji, meros muammolari, nomdagi mulklar va yashirin qarzdorliklar bor odamlar uchun jiddiy signal. Agar siz yetamar yoshdan oshgan bo'lsangiz, bugundan boshlab o'zingizga 3 ta savol bering. Mening ish stajim to'g'ri ko'rinyaptimi? Mol mulkim qonuniy tartibdami? Qarzdorlik yoki hujjat xatolari yo'qmi? Shu 3 savolga aniq javob topgan odam ertaga kamroq sarson bo'ladi. Izohlarda yozing. Sizda pensiya, staj, meros, kredit yoki kadastr bo'yicha muammo bo'lganmi? Boshqalarga ham foydasi tegishi uchun tajribangizni bo'lishing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa ota-onangiz, aka-opalaringiz va kirtim yoshdan oshgan tanishlaringiz buni albatta bilishi kerak.